ko'rib turganlaringdek loy solyapman. Men ham shu narsada bir 6 yil shogird bo'lib yurganman. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi obzorimiz shkaturka narxlari qanaqa bo'lyapti degan video bo'ladi. Siz ungacha like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, pastga tushsangiz, podpisatsiya tugmasi bor. Foydali kontentlar qo'yib boramiz. Qani bo'lmasam, hozir ustadan to'liq ma'lumotni olamiz. Ketdik. Qaranglar, batta 2 qavat uy. Ichini qilishyapti. Hozir batta ish jarayoni ketyapti. Endi iloji boricha xalaqit bermagan holda informatsiyani olamiz. Pasti uji bitibdi. Bitgan holat ekan. U nima ustalar tepada mansat holatda ishlashyapti. Kimga shunaqangi imorat qilaman deb havas qildim deganlar, kommentariya menga ham nasib qilsin deganlar, like tayinlaysizlar. Usta hormang. Yaxshimisiz? Alloh yaxshimisiz. Bugun endi shkaturka narxlar bilan gaplashamiz. Qanaqa bo'lyapti? Qanaqa prosesslari? Undan tashqari yana nima xizmatlar bor? Bundan tashqari, shkaturkadan tashqari. Noldan qilaveramiz aka hamma ishni. Faqat uyda egasi bilan narxi bilan kelishsak bo'ldi. Narxini kelishsa, kelishilgan holda hamma ish qilinaveradi. Bo'ldi, ana. O'rtoqlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nima ishlaring bo'lsa, o'sha uy sohasida, qurilish sohasida aytaylikki, noldan uy qurmoqchimisiz, tomgacha o'sha ichkaridagi abdelkasini qilasizlarmi yoki qilaveramiz aka. Abo'ylariga ham qilaveramiz. Qarochi universal usta ekan. Nima ishlaring bo'lsa, kelish bo'lsalaring bo'ldi ekan. Eng asosiysi kelish bo'lsalaring bo'ldik. Endi bo'lmasam balki hozir qanaqa shkaturka, qanaqa beriladi? Padmayak qilib beriladi? Padmayak qilib berildi. Mana ayasida mayaklar turibdi. Ha, mana bular, ha? Ha, buni nima sababdan olib tashlayapsizlar? Bu aka erta uy bitgandan keyin rang qilsangiz zangi chiqib qoladi. Abo'y qilsangiz ham zangi chiqib, abo'ydan bilinib qoladi aka. O'sha bilinmasligi uchun mayakda olib tashlaydi. Zanglaydi. Zanglagandan keyin o'sha abo'yni ursa, abo'yga beradi. Qoladi, ha. Fonga rang bersa, rangga chiqadi. Abo'yga bersa, abo'yga qo'ysa, abo'yga rangi chiqib ketadi. Bu ham bitta agar bilmaganlarga bitta layfhack. Men bilmas ekanman shu paytgacha bu mayakni nimaga olib tashishar ekan deb mana hozir oydinlik kiritib oldik. Agar shu joyi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Xo'p, endi bu joyimiz necha kvadrat? Batta men ko'ryapman, 2 etaj uy bo'lyapti-ku. 150 kvadrat past bo'lyapti o'zi. Mana xonalar ichi 150 kvadrat bo'lyapti. Batta 3 xona ko'ryapman, 2 tepada mansard bo'lyapti hozir. Ha. Pasti 150, tepasi ham bir 150 ming. Shunaqa 250 shunaqa kvadrat bo'lib qoladi. Buni fasadi ham bor, ha? Fasadi ham bor. Примерно necha kun ketadi bu jarayonga endi? Bu jarayonga bir 6 kun, bir hafta aka. Bir haftada ishlayman bitadi, xudo xolasa. Endi bitta usta, endi baribir men hali YouTube'ga qo'yaman-ku videolaringizni. Ha? Bu pravida turibdi, mana bitta devoringizni. Hali o'zim uchun ham qiziq, keyin nimalar uchun ham. Bitta endi aytishlari mumkin, mayta rosa tekshirdi degan bo'lishi mumkin-da. Boshqa joylarga ham qo'yib ko'rsam bo'laveradimi? Bo'laveradi aka, qo'yib ko'raveradi. Operator bitta maytalarga ham olib kelingchi, maytalardan bitta ko'rib qo'yaylikchi, qanaqa chiqqan ekan. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyaptimi? Sal operatorni yon tomondan hayding. Ko'rinadigan qilib. O yon tomonga o'ting. Ko'rinyaptimi? Yaxshi. Endi hali xafa bo'lmaysiz, baribir nima deydi? Bu qator pravila ham qo'yib qo'ymabdi deydi-da endi baribir. Yana boshqa joylarga qo'yingsiz, boshqa joylarga ham qo'yiraman, tekshiramiz. Xo'p, endi buni kvadrati qancha bo'ladi? Kvadrati aka 35 mingdan boshlanadi. Endi holatiga qarab aka. Hali qalin yeydigan joyi bor, kam yeydigan joyi bor loyda. O'sha holatiga qarab turib 35 mingdan 50 ming, 55 minggacha ketaveradi aka. Devorni holatiga qarab. Holatiga qarab aka. Yupqa yeydigan joyi bo'lsa arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. Qalinroq yeydigan bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Qimmatroq bo'ladi. Usta men yerda o elektr ishlari ham bo'lyapti. Uni ham o'zlaring qilaverasizlar. O'zimiz qilyapmiz aka. Elektr ishlari ham simini olib bersa, montaj nimasini ham qilaverasizlar. Qo'raveramiz aka, bo'laveradi. Bat kaydor ekan-da. Ha. Batlarga ham bitta tevoda loch. Tevoda ustalar ishlayapti. Ketdik nagi xonaga o'tib ketamiz. Ha? Ko'rinyapti usta. Ketdik nagi xonaga o'tib ketamiz. Xizmatlaring vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab bas, ha? Xo'p, sizga birinchi bo'lib qanaqa sharoitlar qilib berish kerak? Sizni chaqirgan odam. Biz chaqirgan odam endi vodiy, misol biz Farg'onadanmiz. Agar Namangan Andijon bo'ladigan bo'lsa, sizcha uzoqroq. Biz yotoq joyi bilan shu oziq-ovqat qilib bersa bo'ldi. Yotoq joyingiz? Oziq-ovqat qilib bersa, ha? Issiq-ovqat qilib bersa bo'ldi. Qolgan nimalarni mabodo musofirdan kuzatgan bo'lsangiz ham bemalol aloqaga chiqaverasiz. O'sha yotag'i bor bo'lsa, issiq-ovqatni qilib bergan sharoit bo'lmasa ham o'zlari bilan telefon orqali kelishib, ha, uni ham qilsa bo'laveradi, ha? Uni ham qilaverasizlar. Hali mabodo aytaylikki, lesa kerak bo'ladi, ularni ham baribir lesani ham qilib berishadi, chaqirganda. Lesa qisqasi ishlarini bitirib berishadi. Mana o'rtoqlar, to'liq informatsiyani oldim degan umiddaman. O'zimni qiziqtirgan savollarni berdim. Agar sizda ham qiziq savollar bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiryapman. Aloqaga chiqib, o'zlaringiz qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.